Nabiy sallallohu alayhi vasallam Haybarga ketib borar ekanlar, sahobalarga qarab turib, "Man yahdulana" dedilar. Ya'ni kim bizga nashid aytib beradi? Payg'ambarimiz nashid aytganda yaxshi ko'rar edi. Sahobalar ham bundan quvonishardi. Mana Qubo masjidining qurilishida, Masjidun Nabaviyning qurilishida sahobalar nashid aytgan. Omir ibn Akva roziyallohu anhu, bu Salamat ibn Akvaning inisi, "Men aytaman ya Rasululloh." Omir ibn Akva roziyallohu anhuning ovozi shunday bir yoqimli, shirin, mayin ediki, u kishi nashid aytishni boshlaganida u kishining shunday bir mayin ovoziga mast bo'lib, hatto tuyalar ikki tomonga tashab, ikki tomonga moyil bo'lib yurishni boshlashdi, tebranib. Bu tuyalar ustida o'tirgan ayollar, havdajda o'tirgan ayollar, "Ya Rasululloh, sekinroq aytsin, biz yiqilib tushayapmiz" deb shikoyat qilishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Rifqon bil qawarir" dedi-da, u kishining bunday bir chiroyli ovoziga payg'ambarimiz bir rozi bo'lib, "Rahimakalloh" deb qo'ydi. Ya'ni Alloh sizga rahmat qilsin. Umar ibn Xattob bu so'zni eshitganlaridan keyin "Ya Rasululloh, vojib bo'ldi" dedi. "Ozgina qo'yib tursangiz, biz foydalanib turuvdik namozidan" dedi. Chunki payg'ambarimiz kimga "Rahimakalloh" deb qo'ygan bo'lsa, albatta u kishi vafot topar edi. Haqiqatan u kishi mana shu g'azotda vafot topdi, Alloh taolaning taqdiri.